Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bilasizlar, xo'jayinimni hozir mazasi yo'q. Kecha birdan reanimatsiyaga tushib qoldilar va doktorlar tekshirishdi va bizga srochniy operatsiya deyishdi. Srochniy pochka almashtirishimiz kerak. Bilasizlar, pochka almashtirish uchun ham ozmuncha mablag' ketmaydi va bu narsani biz O'zbekistonda emas, doktorlarni maslahati bilan Hindistonda qildirishga qaror qildik va bizga katta summada srochniy pul kerak. Hammadan iltimos qilgan bo'lardim. Xo'jayinim uchun yordam beringlar. Kim qancha mablag' ajrata olsa, mana shu kartaga tashlashinglar iltimos qilardim, chunki bu juda ham srochniy bo'ladigan operatsiya. Juda ham tezlik bilan pul yig'ilishi kerak. O'zimizda ham pul bor, lekin u pul Hindiston